Nur borki soya bordi o'qidingizmi? Nur borki soya bor. O'tkir Hoshim kitobini o'qidim. O'tkir Hoshim kitobini o'qishdan avval uni sarlavhasidagi muqovasiga qo'lim tushib qoldi. Muqovada yoziladi: eng oqil inson bo'lishiga qaramasdan bir narsaga aqlim yetmay qoladi ba'zan. Bir faqirga qimmat dunyo tashvishlari uchun jon kuydiradi-yu, aslida eng qimmatbaho ne'mati uni sog'lig'ini yo'qotayotganini bilmaydi inson. Qahramon Sherzod Samandarov Banisaga tushishdan boshlanadi, ya'ni shifoxonaga tushishdan boshlanadi. Shifoxonaga tushgandan keyin u sayf-hisob qiyish bilan tanishadi. Shoira, doktor, ya'ni professor va do'stlari Abduvohid, yana ko'plab qahramonlar bilan tanishadi. Bu qahramonlarda har bir hayotini O'tkir Hoshim shunday bayon qilib berganki, uni hayoti avvalo qayerdan boshlanadi, oxiri qayerga boradi. Hayotdagi ikki chiqindilar, uning ichidagi ichki kechirmalari ham bor, dunyo tashvishlari ham bor, yoki dunyo tashvishlaridan foydalanib qandaydir manfaat evaziga yashaydigan insonlar hayotini ham ochib berganda, kitobda insonlarda nurli insonlar ham bor, soyali insonlar ham bor, shuni yoritib bergan. Men o'zim kelishimga fikrga keldimki, nurli insonlar, yaxshi insonlar, soyali insonlar shu yaxshilar insonlarni orasida yashaydi, lekin ular soyali insonlar haqida o'tadi. Shundan tushundim, men kitobda juda katta ma'nolar bor. O'sha aynan 70-75-yillarda bo'lgan voqealarni olib bergan, shu voqealardagi qiyinchiliklarda yashayotgan insonlar va rohatda yashayotgan insonlar hammasi bayon qilib berilgan. Shundan oldim o'zimcha ma'no oldim. Kitob yaxshi ekan. Bolalarga tavsiya etaman, chunki bolalar shuni bilsinki, o'sha davrlarda shunaqa qiyinchilikda o'qigan insonlar ham bor, qiyinchilikda yaxshi o'qigan insonlar bor. Qishloqdan borib yaxshi lavozimlarda, masalan, Sherzod Samandarov qishloqdan, Farg'onani Tiniqsoy degan qishloqdan borib, bitta muharrir, ya'ni adabiyot muharriri bo'lib shu darajaga ko'tarildi. Ilm orqasidan. Bolalarimiz ham bor, hozir uzoqdan kelayotganlar, faqat ilm olsa, demak shu darajada ilm orqasidan ko'tariladi. O'qisin. Tavsiyam shu mening.